Omon Marjon, tarjimai holi va ijodi. Omon Marjon o'zbek adabiyatining yirik vakillaridan biri. U 1943-yilda Xorazm viloyatining Gurlun tumanida tug'ilgan. O'rta maktabni tugatgach, Samarqand davlat universitetida tahsil olgan. Uzoq yillar adabiyot sohasida faoliyat yuritgan. 1969-yil va 2002-yillarda G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida muharrir bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan. Shuningdek, Yoshlar jurnalining bosh muharriri, Cho'lpon nashriyotining direktori bo'lgan. Ijodi davomida ko'plab mukofot va unvonlarga sazovor bo'lgan. Omon Marjon o'zbek adabiyotiga qo'shgan hissasi uchun Xamsa nomidagi respublika davlat mukofotiga loyiq ko'rilgan. 1993-yilda esa unga O'zbekiston xalq shoiri unvoni berilgan. Parvoz etdim men qushlarga qo'shilib erkin. Oq bulutlar peshonamni o'pdilar silab, zamin sehri shunda qalbga jo etgan edim. Oq xirmondan har yoqqamga tolalar ulab. O'zbekiston zo'r tabarruk, mavolar yurti, beruniylar, xorazmiylar, kubrolar yurti. 7 iqlim maftun bo'lgan navolar yurti. Vatan birla millatga jon fidolar yurti. Yangraganda chamanlarda bulbul ovozi. Gullar abad raqsda, bunda kapalaklar mast. Sir va amo ona mehri, tutash daryolar. Qayga bormay aziz nurlar, jonimga payvast. O'zbekiston zo'r tabarruk, mavolar yurti. Buxoriylar, farg'oniylar, sinolar yurti. 7 iqlim maftun bo'lgan navolar yurti. Bizga mangu ijobatli duolar yurti. Vatan mehri xayollarim uzra billurtoj. Vatan mehri orzularim ramzi bebaho. Vatan mehri iqbolingning oltin kaliti. Vatan mehri yurt ko'kida charx urgan humo. O'zbekiston zo'r tabarruk, mavolar yurti. Ulug'beklar, termiziylar, daholar yurti. 7 iqlim maftun bo'lgan navolar yurti. Vatan birla millatga jon. Ijodi va mashhur asarlari. Omon Marjonning ijodi she'riyat bilan chambarchas bog'liq. Uning eng mashhur she'riy to'plamlari quyidagilar. Ochiq derazalar 1970-yil. Karvon qo'ng'irog'i 1973-yil. Yonayotgan daraxt 1977-yil. Yarador chaqmoq 1979-yil. Seni yaxshi ko'raman 1983-yil. Hamda gaplashadigan vaqtlar 1986-yil. Shuningdek, uning Amu, Oybek, Turlar, 13-eshik kabi she'rlari zamonaviy o'zbek she'riyatining eng yaxshi namunalari sifatida baholanadi. Uning Cho'ldagilar dostoni va gaplashadigan vaqtlar nomli she'riy qissasi o'ziga xos uslub va ifoda vositalari bilan kitobxonalar e'tiborini tortgan. Charx avzoyi bu dam avvalgilarga o'xshamas. Kotibu davru raqam avvalgilarga o'xshamas. Endi inson qadri ham avvalgilarga o'xshamas. Ko'nglim ichra dardu ham avvalgilarga o'xshamas. Kim ul oyning hajri ham avvalgilarga o'xshamas. Ne uchar yulduzlar o'tdi chalg'itib elni juda. Necha avlod yo'li-yu umidin aylab behuda. Davr mezoni bilan tortay bu kun o'zimni-da. Nestam kim qilsa rahim maxfiy erdizimni-da. Endi qilsa nestam avvalgilarga o'xshamas. Bul jahon tun bir latong bahs etar bir hujra kim. Voh quyosh savdosiga shamlar nechuk bo'ldi hakim. Ishq bu o'z umrim, anga nechun qasamlar ichmakim. Demangiz shirin u layli, oncha bor ishq ichrakim. Hublikda ul sanam avvalgilarga o'xshamas. Qay kishi kim bir ulug' ishga etibdi jon nisor. Shiddati pastu baland, kelganda ham qilmaydi or. Ey falak hech kimni etma besamar yo'llarda xor. Javridan erdi alamlar, endi tutmish o'zga yor. O'lmisham kim bu alam avvalgilarga o'xshamas. Tarjimonlik faoliyati va ijodiy merosi. Omon Marjon faqatgina shoir emas, balki mohir tarjimon sifatida ham tanilgan. U Friend Exceller
Sharl Bodler kabi jahon adabiyotining klassik asarlarini o'zbek tiliga mahorat bilan tarjima qilgan. Uning ijodi o'zbek adabiyotida alohida o'rin egallaydi va she'riyat muxlislari orasida katta hurmatga ega. Ona sharq tojin kiyur, zulmatda ushlatmang meni. Bodai haq mastiman, yolg'onga uyg'atmang meni. O'z xayolimga qo'ying, o'zgaga ishlatmang meni. Ishq aro farhod ila Majnunga o'xshatmang meni. Kim bu rasvoyida jam, avvalgilarga o'xshamas. Har kima har xil yozur, bu arshni mirzosi sana. Aylanur oyina bu, hech bitta ish topmas pana. Nafs ipiga bog'ludur, ruh iplarin uzgan tana. Ko'yining ihromidan, ko'nglimni man etmang yana. Kim anga azmi haram, avvalgilarga o'xshamas. So'kmak o'tganlar ishini notavonlar rasmi kim? O'z zamonin rost etar, qavmi marddir asli kim? Shu hayot tilsimlarin ochmoq omonlar kasbi kim? Ey Navoiy qilma Jamshidu Faridun vasfi kim? Shoh Hoziga karam, avvalgilarga o'xshamas.